Assalomu alaykum. Bitta narsa e'tiborimni tortadi, har doim videoga olaman deyman, xijolat bo'lardim. Endi bugun iloji yo'q, videoga olyapman. Shu inson 5-maktabni direktori, Farg'ona shahar 5-maktab. Shu inson bitta narsaga qoyil qolamanki, har safar, har kuni ertalab shu 7:20 damikin yo 7larda darvozaning oldiga chiqib turadi-da. Qara ko'rsatyapti hozir. Har bitta bolalar bilan so'rashib, oxiri 8:10 da keyin kirib ketadi darsga. Har bitta bolalar bilan bitta samimiy so'rashib chiqadi. Bolalar direktori kimligini shu orqali taniydi. Direktorligida samimiyligini biladi direktorini mana. Har bitta bolalar, qarab turasizlar, 1-sinfdan 11-sinfgacha. Mana Sharofiddin aka. O'zi juda yaxshi inson. Haqiqiy erkak, hurmat qilaman shu insonni. Juda ham mana shu holat juda e'tiborimni tortdi. Agar boshqa maktablarda ham shu holat bo'lganda yaxshi natijalar erishiladi. Sababi biz mahal o'qiganimizda direktor bizga bir sirli shaxsdek, bir prezidentdek tuyulardi. Biz unga bir gap gapira olmasdik. Yesak kaltak yeydik xolos. Hozir mana bu inson o'ta samimiy inson juda ham. Har bitta o'quvchi direktordagi samimiyligidan bahramand bo'lyapti, bilyapti-da. Xudo umrini uzoq qilsin.